Assalomu alaykum qizlar, kuninglar qanday o'tyapti? Bugun onajonimda tug'ilgan kunlari, shuning uchun bugun men ular yaxshi ko'rib iste'mol qiladigan klubnika va bananlik shokoladni shirinligidan tayyorlayapman o'z qo'llarim bilan. Hozir Mansurchi bilan ko'chaga chiqib klubnika va bananni kerak narsalarni xarid qilib olib keldik va hozir men sodda toza suvlar bilan klubnikalarni yuvib, shunday qilib qurishga qo'yib qo'ydim. Bananlar уже tayyor. Qaranglar, mana bunaqa ajoyib korobka. Shunaqa korobka zakaz qilgandim. Hayrat, korobkam yetib keldi. Ko'rasizlarmi, shunaqa ajoyib. Menga juda ham ma'qul bo'ldi. Korobkasi ham juda ham serdichkalik ekan. Mana qizlar tayyor bo'ldi. Baho beringlar, qanaqa chiqibdi. Birinchi borga yomon emas deb o'ylayman. Bitta banan va 6 ta klubni klubnikadan sig'di shu korobkaga. Lekin men ko'p tayyorlagandim klubnikani. Qolganini o'zimiz yeymiz. Staroxonim ham juda mashq ko'radilar klubnikadek shunaqa shokoladni. Staroxon to'yib yeydilar endi. Mana qizlar, o'zi nima korobka tayyor bo'ldi, ustini berkitamiz. Ko'raman, agar xohlasam shunaqa babichka qilaman, lentichka ustiga podarishni, bo'lmasam shunday olib ketaversam ham bo'ladi. Menda shunaqa tort, shunaqa tort yaxshi ko'raman. Ko'rinishi ham juda ham zo'r. O'zim tort qilmoqchi edim, lekin duxovkam yaxshi chiqarmasligi uchun даже harakat ham qilib ko'rmadim, mahsulotim hayf bo'lmasin deb. Shu tortdan shuni olamiz. Ko'chadan bir narsa olamiz, bora olamiz. Mansurchiga uxlab yotdilar, tursalar agar. Staroxon urug'larni qilyaptilar. Staroxonga ham namashq zadaniyalari tugasa. Onajonim uchun mana konvertda shunaqa she'r ham yozdim. Bebusiz bo'lmas edi. Hozir ochmasdan ko'rsataman. O'zim yozdim. Otam qalbim g'ururi, onam jonim sururi. Ikkingizni borligingiz hayotimnidir nuri. Sizlar bor bu jahonda nafas olganim bir baxt. Sizlarga farzand qilgan yaratganga ming rahmat. Onajonim, jannatim shukrona kuningiz muborak bo'lsin deb o'zim yozdim. Abiyaga esa Staroxonim уже rasmlarni ham chizib o'tdilar, menga aytmasdan.